Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. O'rtoqlar, kecha o'zimga nihoyat aerogrill sotib oldim. Anchadan buyon Instagram tarmoqlarida kuzatib kelayotgan edim. Aerogrill haqida juda ko'p ma'lumotlarni ko'rib chiqdim va qiziqdim. Shuning uchun o'zimga kecha shunaqa aerogrill xarid qildim. Oilam uchun, farzandlarim uchun yaxshi taomlar tayyorlab berish maqsadida. Hozir endi sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz va bu aerogrillda taom pishirib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohim bizga xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin. Qilayotgan taomlarimiz shifoli bo'lsin. O'zim shifokorman, lekin shunga qaramasdan biz uy bekasi, oilamiz uchun ayollar albatta shirin taom tayyorlashni juda ham sevamiz. Mana dokumentlari. O'zim ham juda ham texnikalarga qiziqaman. Anchadan buyon har xil texnikalar olib, har xilini ishlatib ko'rdim. Mana endi bugun shunaqa aerogrill ham ishlatib ko'rish Alloh nasib etdi. Profillarini, magazinning profillarini hammasini qoldiraman. Bemalol yigitlar bilan bog'lanib, xohlagan texnikalarni tanlab olsangiz bo'ladi.